Assalomu alaykum. Bugun biz Toshkentdagi eng elitni жилой komplekslaridan biri Mirabad Avenuedamiz. Hozir biz sizlar bilan minimalizm stilida qilingan yangi tugallangan obyektimizni obzorini ko'rib chiqamiz. Bu obyektimizning egasi Koreyada yashaganlar uchun minimalizmni juda ham yaxshi ko'radilar. Shuning uchun o'zlarining uylarida ham minimalizm stilidan foydalanishimizni xohladilar. Bu obyektimizni kichkina bo'lgani uchun juda ham ajoyib fishkalardan foydalanganmiz. Videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman. Undan oldin bo'lsa, obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib, video to'g'risida fikringizni oxirida yozib qoldirishni esingizdan chiqarmanglar. Bu uyimizning maydoni 50 kvadrat, minimalizm stilida polniy ta'mirdan chiqqan. Birinchi bo'lib prixoshkamizdan boshlaymiz. Uyga kirishimiz bilan mana shunaqa ajoyib shakldagi oyna bizani kutib oladi. Bu oynamizning tagida mana shunaqa kichkinagina tortmali shkaf qo'yganmiz. Bu yerga kalitlar, har xil kerakli buyumlarni uyga kirayotganda, chiqayotganda esdan chiqib qolmasligi uchun joylashtirib ketsak bo'ladi. Oynamizning to'g'risida kattagina mana shunaqa patologgacha bo'lgan shkaf joylashtirganmiz. Bu yerga kiyimlarni, oyoq kiyimlarni joylashtirsa bo'ladi. Xo'p, uyimizda endi kirishimiz bilan mana shunaqa katta uzun koridorimiz bor. Koridorimizda ko'rayotganinglardek hech qanaqa ortiqcha detali yo'q. Faqat birali, rasmli va minimalistichniy mana shunaqa eshiklardan foydalanganmiz. Bu eshiklarimiz hammasi skrit eshik deyiladi. Hozir juda ham trenddagi eshiklardan. Xo'p, bu eshigimizni endi bitta-bitta ochib chiqamiz. Birinchi bo'lib yotoqxonamizdan boshlaymiz. Qani ketdik. Yotoqxonamiz unchalik katta emas. Aytib o'tganimdek, kvartiramizning kvadraturasi 50 kvadrat. Shuning uchun yotoqxonaga unaqa katta joy ajratmaganmiz. Lekin bu yoqda hamma narsani sig'dirganmiz. Yotoqxona kichkina bo'lgani uchun shkaflarni mana shunaqa sal boshqacharoq yo'l bilan hammasini joylashtirganmiz. Yotoqxonamiz ham minimalizm stilida. Bu yoqda bo'yanish uchun alohida joyimiz bor. TV zonamiz, kravatimiz va kravatimizning ikkita chetida kiyim ilish uchun mana shunaqa alohida shkaf qilib ketganmiz. Kravat tepasida ham qo'shimcha yana mayda-chuyda narsalarni taxlash uchun tepaga shkaf ham qo'yganmiz. Kravatimizning yonida tumbuchkalarni ham joylashtirib ketganmiz. Telefon zaryadka qilish uchun rozetkasi ham bor. Kravat yonida mana shunaqa kechqurun kitob o'qish uchun, yana bu narsalardan foydalanish uchun alohida chiroqlarni ham qo'yib ketganmiz. Yotoqxonamizdagi yoritish sistemasi hammasi alohida o'ylab chiqilgan. Ko'rib turganinglardek, patologda zamonaviy hozirgi trenddagi trekoviy sistemadan foydalanganmiz. Buni o'ziga yarasha afzalliklari bor. Masalan, bir xilligi xona yorug' bo'lishi yoqadi, bir xilligi sal qorong'uroq bo'lishi yoqadi. Ayniqsa yotoqxonada bu narsa juda ham individual bo'ladi. Shuning uchun shunaqa sistemadan foydalanganmiz. Aynan har bitta xonani o'ziga moslab bo'ladi. Bu uyda yashaydigan odam ham har bitta lampochkani o'zi xohlasa bemalol olib tashlasa bo'ladi. Bu magnitli bo'ladi. Magnitga shuna tiqib qo'yilgan bo'ladi. Shuna tortsa chiqadi. Agar qo'shimcha yorug'lik kerak bo'lsa, yana qo'shimcha qo'shib qo'ysa ham bo'ladi. Undan tashqari bu yerda mana shunaqa dekoratsiya uchun lyustra joylashtirganmiz. Kechga yoritish uchun podsetkamiz ham bor. Bu uyimizda e'tibor qotgan bo'lsanglar, radiatorlarning o'rniga mana shunaqa внутрипольный konvektordan foydalanganmiz. Sababi bu yoqda hammasi panoramli, katta oynalar. Shuning uchun joyi yo'q bu yoqda radiator qo'yishga. O'shani hisobiga biz mana shunaqa hozirgi zamonaviy konvektorlardan foydalanganmiz. Bu konvektorlarning afzallik tomoni uyga juda ham tez isitib beradi. Ichida buni alohida o'zining ventilyatori bo'ladi. Xuddi radiatorga o'xshab ishlaydi, faqat qo'shimcha ventilyator bo'ladi. Shu bilan farqlanadi va unaqa joy olmaydi. Bilsanglar, buni asosan mehmonxonalarda ishlatishadi. Mehmonxonalar juda ham ko'p bo'ladi, sababi o'tda chiroy, estetika birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun bu yoqda ham shunaqa narsadan foydalanganmiz. Bu uyimizda hamma narsa zamonaviy, ayniqsa mana eskicha plyuslardan voz kechganmiz. Bunaqa kichkina, ingichka, skriti plyusga o'xshagan mana shunaqa profillardan foydalanganmiz. Bu narsa ham hozir juda ham trendga chiqyapti. Katta devori to'sib turadigan, mebelga xalaqit beradigan plyuslar o'rniga mana shunaqa plyusdan foydalanganmiz. Yana bitta tomoni bor. Mana skrit eshiklarga bu plyuslar xalaqit bermaydi. Endi keyingi xonamizga o'tamiz. Sanuzilimiz. Sanuzilimiz unchalik katta emas, eniga ham ozgina ingichkaroq, lekin hamma qulayliklari bor. Unitazimiz, rakinamiz, kir mashinamiz va dush kabinamiz.
Bu yerda undan tashqari katta polkamiz ham qolgan. Sababi bu yoqda katta shaxtamiz bor edi. O'sha joydan unumli foydalanish uchun shunaqa polka ham qilganmiz. Bu polkaga har xil uydagi kerak emas narsalarni bemalol joylab olsa bo'ladi. Sababi polkamiz ancha ichkarisi chuqur. Xo'p, unitazimizni shuna tepasida mana shunaqa joy bor, ya'ni bu shaxtamizni yopib yuborganmiz. Bu yerda aristonimizni undan tashqari har xil счётчик hamma narsamizni shu yoqqa bekitib olganmiz. Bu sanuzolimizda kafilimiz Eronniki, qalin kafil ishlatilgan. Undan tashqari buni teksturasi ham juda ham ajoyib, ya'ni qimmat kafil. Taxminan 20-22 dollar atrofida turadi. Bu kafilimizni yana bitta o'ziga xos tomoni polga ham terganmiz. Bilsanglar, ko'p sanuzollarda ho'l bo'ladi, boshqa bo'ladi, sirpanchu kafil qilib qo'yishadi. Bu kafilimiz usti shirshaviy bo'lgani uchun sirpantirmaydi odamni. Bemalol bu yerda oyoqda yursanglar bo'ladi, ho'l bo'lsa ham sirpanib ketmaysizlar. Undan tashqari sanuzolimiz issiq bo'lish uchun bu yoqda teplik bo'lish uchun alohida pult qo'yib ketganmiz, ya'ni o'zini alohida boshqarsa bo'ladi. Sanuzoldagi smesitellarimiz mana shunaqa devori ichidan chiqadigan qilingan. Hozirgi bu ham zamonaviy trenddagi narsa. Endi bu uyimizda hamma trenddagi narsalardan foydalanish harakat qilganmiz. Shu smesitelimiz ham shunaqa yangicha variantdan bo'lgan. Undan tashqari dush kabinaning ichidagisi ham xuddi shunaqa devor ichidan chiqib turadi, alohida bo'lib. Bilsanglar, eskicha variantlarda o'rtasida turbasi bo'lardi. Bularning hammasi devor ichiga joylashtirilgan. Endi uyimizning asosiy xonasiga kiramiz, uyimizning yuragiga. Ya'ni bu yerda bizani oshxonamiz bilan mehmon kutish uchun alohida xonamiz joylashgan. Buni общий bitta qilib studiyniy formatda qilganmiz. Bu yerda alohida o'stirib bor. Mana bu yerda o'tirib bemalol choy ichsa bo'ladi. Undan tashqari bu yerda ayollarimiz har xil ovqatlar tayyorlayotgan paytda mana shu o'stirifdan, misol uchun xamir yoyish uchun, har xil narsalarni to'g'rash uchun foydalansa bo'ladi. Bu yoqda bemalol ovqatligisini pishiraverishadi. Xo'p, endi kuxniy mebel bilan tanishtirib chiqaman. Bu ayollarga eng qiziq bo'lgan narsalardan bittasi. Birinchi bo'lib, har doimgidek xolodilnikdan boshlaymiz. Xolodilnikimiz skriti xolodilnik. Har doimgidek estetik ko'rinish uchun mana shunaqa mebelli ichida bekitib qo'yiladigan xolodilnikdan foydalanamiz. Buni tagida morozilkasi ham bor. Hammasi alohida joylashtirilgan. Xolodilnikdan keyin biz bu yerda ozgina joy qoldirganmiz. Ko'pchilik mana shu joyiga kelganda xato qiladi. Xolodilnikni qo'yishadi, keyin yonidan sirasi rakvina qo'yib ketishadi. Bu narsa juda ham xato. Sababi xolodilnikdan narsa olgan paytingizda bu yoqda hech bo'lmasa 40 sm, 30 sm bo'lsa ham joy qolish kerak. Sababi mevalarni yoki xolodilnikdan olingan narsalarni qo'yish uchun keyin bemalol rakvinaga solib yuvsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yoqda endi rakvinamiz joylashgan. Rakvinadan keyin bu yoqda gaz plitamiz va ayollarga eng kerak bo'ladigan narsalardan bittasi posudamokamiz joylashgan. Buni ham skriti variantidan qilganmiz. Va pishir kuydirishni yaxshi ko'radigan ayollar uchun biz bu yoqda alohida mana shunaqa duxovka berganmiz. Duxovkamiz tepada mikrovolnovkamizni ham joylashtirib ketganmiz. Kuxniy mebelimizni yana bitta ajoyib joyi bu yoqda mana shunaqa kichkina joy qolib ketganda biz unumli foydalanish uchun shunaqa suxoy xolodilnik deyiladi, ya'ni har xil spetsiyalarni saqlash uchun bu yoqda ovqat qotgan paytda bemalol qulay olib ishlatish uchun yaxshi joy. Mana shundan foydalanib ketganmiz. Bundan tashqari texnikalardan foydalanayotganda ko'pchilik kuxniy mebelchilar xato qiladi. Texnikalarni devorga taqab ketishadi. Texnikani ochgan paytingizda devor yonida ozgina joy qolishi kerak. Biz shunaqa joy qoldirib ketganmiz. Bu joydan ham unumli foydalanib mana shunaqa kichkinagina shkaf qilib ketganmiz. Bu yerda endi har xil yog'li, kichkina baklashkari narsalarni saqlasa bo'ladi. Mana bu texnikamiz ham bemalol ochiladi. Devorga, mana derazalar ruchkasiga yoki pardalarga xalaqit berib tegib qolmaydi. Bu narsani ham har doim inobatga olib ketinglar o'zingizga kuxniy mebel qildirayotganda. Mebelimizga ko'proq narsa sig'ish uchun joydan unumli foydalanish uchun mebelimizni patologgacha qilganmiz. Ya'ni eng tepa taraflarida ham shkaflar bor. Bu yoqda ham kam ishlatiladigan idish tovolar, shunga o'xshagan narsalarni bemalol saqlasa bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqa katta kuxniy mebel qilganmiz. Studiya formatidagi xonamizni keyingi yarmiga o'tamiz, ya'ni yumshoq mebelli qismiga. Bu yoqda yumshoq mebelimiz, bu yoq tarafda bo'lsa TV zonamiz joylashgan. Birinchi bo'lib TV zonamizdan boshlay qolamiz. TV zonamizda ko'rayotgan bo'lsanglar, devorimizni ajoyib qilib, alohida ajralib turish uchun mana shunaqa tosh effektini berganmiz. Ya'ni bu yerdagi toshlarini har bittasini maylarlarimiz kelib, o'yib ishlab ketishgan. Bu juda ham yuvelirning ko'p mehnat talab qiladigan ishlardan bittasi. Lekin juda ham ajoyib chiqqan. Xonaga o'zgacha kayfiyat berib turibdi. Bu uyimizdagi fishkalarning yana bittasi mana dekorativniy panelimizni, ya'ni TV stenkamiz bilan televizorimizni bir tekisda bir xil qilib berib o'rganmiz. Bilasizlar, odatda o'zi televizorlar bu yoqqa ozgina bo'rtib chiqib turadi, yon tarafidan, orqasidan simlar osilib yotadi.
Biz shu joyda o'sha narsalar ko'rinmasligi uchun mana shunaqa televizorimiz bilan bir tekisda berib yuborganmiz. Hamma narsa televizor orqasida qolib ketadi. Bundan tashqari, bitta podsetkamizni o'chirib yoqish uchun sensorli knopka ham qo'yib ketganmiz, ya'ni datchik qo'yib ketganmiz. Bu TV stenkamizdan shunaqaning yonida mana shunaqa shkaf berganmiz. Shkafimizda endi dekorativ mana shunaqa idishlar yoki qanaqadir yasatiladigan narsalarni bemalol taxlab qo'ysa bo'ladi. Bundan tashqari, bu yoqda kitoblar, yana qo'shimcha kerak bo'ladigan narsalarni saqlashga ham alohida yopiladigan shkaf bor. Aytmoqchi, shkafimizni bosib ochiladigan qilingan hammasi, e'tibor qilgan bo'lsangiz, uyimizda hech qayerda hech qanday ruchka ishlatilmagan, hammasini bosib ochiladigan mebel qilingan. Bu ham hozir juda ham trendda bo'lyapti. Ortiqcha har xil detallardan qutulish uchun, uy yana ham minimalistik ko'rinish uchun mana shunaqa mexanizmlardan foydalanyapti. Bu xonamizda ham narigi spalniyaga o'xshab turib, konvektordan foydalanganmiz. Sababi bu yerda ham devorlarni har xil radiatorlar bilan to'ldirmaslik uchun shunaqa minimalistik qilib konvektor qo'yib ketganmiz. Bu xonamizda o'zini alohida balkoni bor. Bu yerda kechqurun bemalol o'tirsanglar bo'ladi. Bunaqa stulli, kichkinagina stolcha ham qo'yib qo'yilgan. Kechqurun tashqariga, Toshkentga qarab bemalol manzarani tomosha qilib, maza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Xo'p, endi bu balkondan kelgan yumshoq mebelimizga qaytamiz. Mebelimiz juda ham qulay qilib ishlangan. Ko'rayotganingizdek, mebelimizni eniga ham, bo'yiga ham katta qilib ishlangan. Bu yerda bemalol yotib televizor ko'rsa ham bo'ladi, o'tirib televizor ko'rsa ham bo'ladi. Ayniqsa PlayStation o'ynashni yaxshi ko'radiganlar uchun bu juda ham qulay divan. Sababi o'zimizda ko'p proyektlarimizni ishlatganmiz, klientlarimizga shunaqa otziv berishgan bu divan bo'yicha. PlayStation deganimga aytmoqchi, PlayStation o'ynaydiganlar biladi. PlayStation o'ynayotgan paytda xonani qorong'i qolib, ozgina nim yorug' qilib podsetkani yoqib olsa, o'yinlar juda ham zo'r ketadi. Bundan tashqari, unaqa podsetka bilan kinolar ham kechqurun juda ham chiroyli, boshqacha effekt bilan ko'riladi. Xo'p, endi bu yerda podsetkadan tashqari boshqa yorug'lik sistemalarga ham e'tibor qilamiz. Bu yerda ham o'sha spalniyada, yotoqxonada aytib o'tganimdek, trekli sistemadan foydalanganmiz, lekin bu yerda biz o'zimiz har bitta tochkani alohida berib ketganmiz. E'tibor qilgan bo'lsanglar, направляющий, ya'ni har bitta tochkaga qaratiladigan mana shunaqa lampochkadan foydalanganmiz. Ya'ni bu ko'zga urmaydi, faqat kerakli joylarni yoritadi. Xonamizga ham e'tibor qilgan bo'lsanglar, xonamiz yorug', lekin hech qayerda ortiqcha ko'zga tushadigan yoki qayerdadir juda ham yoritib yuboradigan svet yo'q. Hammasi akkuratniy qilib berilgan. Kvartiramizda e'tibor qilgan bo'lsanglar, devorlarda hamma yoqda yorqin rangdan foydalanganmiz. Kvartiramiz kichkina bo'lgani uchun. Aytmoqchi, bu ranglarimiz hammasi Dio kraskasidan foydalanamiz. Mo'yshe emulsiyadan qilamiz. Misol uchun bolalaringlar devorga chizib qo'yadigan bo'lsa yoki kir qilib qo'yadigan bo'lsa, bemalol yuvib tozalab olsanglar bo'ladi. Dio firmasi bizlar bilan anchadan bir hamkorlik qiladi. Har bitta proyektimizda ulardan foydalanamiz. Undan tashqari, sizlarga biz ishlatgan materiallar, texnikalar, yana boshqa narsalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib ketinglar. Biz har bittasini shu videoning tagida opsiyasini, saytini yoki kontaktlarini qoldirib ketamiz. Bu minimalistik kvartiramizni aytib o'taman yana. Mirobod Avenue, ya'ni elitniy жилой kompleksda joylashgan 50 kvadratli kvartira. Buni arenda uchun mo'ljal qilib berganmiz. Bu video obzorimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like qo'yib, bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolisa, bundan ham yaxshi videolarni qo'yib boramiz. Bizlarni kuzatib boringlar.